Ishonchimiz komilki, biz sen bilan birgalikda muxlislarimizga ko'plab xursandchiliklarni ulashamiz. Bizning o'yinimizni stadiondan yoki uyingizda, televizordan tomosha qilganingizda, aynan mana shu men ko'rishni istagan jamoa, bu mening Real Madridim deyishingizni istaymiz. Ishonchim komil va ko'nglim sezyapti. Biz ajoyib davrni boshlash arafasidamiz. Xabi Alonsoning ketishiga hattoki Habib Nurmagomedov anchagina keskin fikr bildirdi. Buni ko'pchilik ko'rdi. 1 yil oldin iltimos qilgandinglar u kelishini va uni ishdan ketkazdinglar. Hammasiga o'sha erkatoy futbolchilar sabab. Bu yerda vafo, sadoqat haqida gap ham yo'q. Ko'rinishdagi kabildagi mana shunday gaplarni yozgan. Endi do'stlar, bir narsaga e'tibor berishimiz kerak. Nimaga aynan Xabi Alonso ketkazildi? Bilasiz, Florentino Perez o'zining prezidentlik davridagi, aytaylik, o'sha Real Madrid tarixiga qaraydigan bo'lsak, eng mashhur prezidentlar orasida Santiago Bernabeu, undan keyin esa Florentino Perez yorqin tark etmoqchi. Unga ham ko'p qolmadi, ya'ni prezidentlik lavozimini tark etishga, balki yana 2 mavsum, balki 3 mavsum va mana shu mavsumlarni u maksimal yorqin titullarga boy, sovrinlarga boy qilib o'tkazmoqchi. So'nggi 2 mavsumda Florentino Perez kutgan natijalarni Real Madrid qilib bera olmayapti. Ayniqsa anchagina yuqori darajaga chiqib olgan Barselona fonida, anchagina sovrinlarni to'g'ridan to'g'ri finallarda Real Madridga qarshi qo'lga kiritayotgan Barselona fonida. Xabi Alonso ketdi, uning ortidan ko'p xabarlar chiqdi. O'sha unga qarshi bo'lgan futbolchilar, uni qo'llab-quvvatlagan futbolchilar, Fede Valverde, Jude Bellingham, Vinicius Junior haqida gapirildi, o'sha unga mutlaqo qarshi bo'lgan futbolchilar deb. Hattoki Vinicius hozirgi kungacha Xabi Alonsoning ketgani haqida unga atab post yozmagan, Jude Bellingham yozdi, Valverde adashmasam u ham yozgani yo'q. Shu sababli do'stlar, mana shunday gaplar bor. Real Madridda bo'layotgan ishlar bu Florentino Perezning shaxsiy o'sha qarashi deb tushunaman, chunki o'sha yuqorida aytilgan gap uning so'nggi prezidentlik vakolati o'z nihoyasiga yetadi va u ham o'zining Madridini so'nggi 25 yildan beri o'zi boshqarayotgan, to'g'ri orada pauzalar bo'ldi-yu, Madridini futbol cho'qqisida ko'rmoqchi. Lekin hozircha u taklif qilayotgan murabbiylar so'nggi aytaylik 2-3 mavsumdan beri bu ishni qila olishmayapti. Shu sababli Florentino Perez menimcha Xabi Alonsoni ketkazish borasida mana shunday qarorni qabul qilgan.